Yaxshimisiz madam? Salom, yaxshimisiz? Salom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Qonimizni kelganingizni qarshi olamiz. Rahmat. Sharifimiz. Undan yana bir qatim muborak bo'lsin. Filmingizning o'ngishli tutib, qo'yilib, festivalda qatnashib, tunigundan boshlab, ulush kundan boshlab Aqto'da qo'yildi. Tunigundan boshlab shunami? Tunigundan boshlab. Okay, biz bugun yaxshimisizlar do'stlar? Biz bugun dialog qonimiz xush keldinglar. Biz faxrlik holda Muqaddas Majid rejissyor, into muzikolog, insonshunos, doktorashchi Muqaddas Majid san'atkor qavmimizga taklif qildik. Yangi filmi Nikah tunigundan boshlab Aqto'y kanalida qo'yildi. Keng ko'rmalar bilan yuz ko'rishdi. Shu munosabat bilan biz Nikah to'g'risida bir paron qilaylik deb birinchi vaqtda chaqirib akildik. Shu bugun yana bir qatam merhaba. Rahmat. Sizlarning programmani ko'rib turibman. Hostel Xushmi? yapilqi Yapilqi. Qanaqa chiqdi deysiz? Yapilqi g'ij bor ovozingizda. Ya meningki mashta chiqatamda. Sizniki unaqa emas. Andichu. Yana ashta sal robotdek chiqyapti bu bosh. Men so'rab boqay texnik bolalarda boshlag'imishda. Sizning mikrofoningizni bir sal mikrofondan ovoz qilib kiryotgan o'xshaydi. Endi mikrofon itildi. Amdichu. Ayni yaxshi. Amdi yaxshimi? Ha. Ulanish. Ha. Bo'ldi. Nikah filmi sizlar avval originaldan boshlaylik. Bu hikoya yoki ssenariyani kim yozgan, siz qanday uchrashgandingiz, nima uchun bu kinoni mush hikoyani tanlab tortishni o'ylab qoldingiz? Ha. Bu film en fait ikkita fransuz chiqdi. Asli men hamda doktorligimni tugatish jarayonida ancha-muncha kamerani tutib, o'zim bag'anliqi muzikantlarni vatanga bag'a vaqtimda muzikantlarni ovoz qilib, un qilib, sin qilib, undan keyin undan etnografik filmlarni ishlab kelayotgandim. 2013-yili bir dokumentariya film ishladim. Bizdagi rock muzikasi chaldigan bolalar to'g'riliq. U e'lon qilingandan keyin bir necha festivallarga bordi, u hamda bir ilhom bo'ldi-da o'zimga. Keyin o'zim hamda hikoya film dokumentariya emas, etnografik film emas, hamda hikoya film ishlashga qiziqib qoldim. Chunki hikoya filmda hamda o'zimningki ijodiy tarafimni biroz ko'proq joriy qildira olaman, o'ylaganlarimni o'ylaganimgacha yetkazib, o'ylayolganimgacha yetkazib ishlab chiqara olaman deb o'yladim. Uning ustiga ungacha hamda o'zim 30 yoshlardan eshib qolgandan keyin uydagilar, yo jamiyatdagilar menga bism qilishga boshladi. To'y qilmading, yaningda bir bo'lmas bo'lmaydi degandek gaplar nurg'un bo'lib ketdi-da. Bizning uydagilarga menga davomli sen o'qishing kerak deb madad berib, bütün o'qish jarayonimda bütün boshdan oxir yordam qilib kelgan, ammo ularga bir bisimning bo'layotganligini his qildim unda deyishlik sababini. Endi buni qarasam, menlar emas, nurg'un atrofimdagi hamma qizlarga, o'g'illarga babini bilmayman, ammo asosan kerak yana qizlarga nurg'un jamiyatdan to'y qilmadim degan bisim nihoyat ishib ketib qoldi ekan-ku, ma'lum yoshdan o'tgandan keyin. Ba'zi qizlar o'zi yaxshi ko'rgan kishi bilan tepishib to'y qila oladi. Ba'zilar biroz loyiqroq birisi bo'lsin, undan to'y qilib, undan keyin yaxshi ko'rishib, undan keyin oilaniki, jamiyatning hayotninki nimasi bilan o'tib ketadi. Ammo ba'zi qizlarniki talab sal ig'roq bo'lishi mumkin ekanda. Masalan, menga bunday odam lozim bo'lishi kerak. Men bilan tang hayotni ma'nilik o'tkazadigan, mundaq jihatlardan o'tkazadigan odam bo'lishi kerak deb talab qo'yib qolgan qizlar bo'ldi ekan, menga o'xshashda. Ammo bunga kelgan bismillah nurg'un bo'lsin. Shuni o'ylab qarasam, bu bizga
qizlarning beshini silayotgan bisim yomon yo'q bo'lgan ekan. Bu to'g'riliq men bir o'zimni shuni tiyim qilgan asosda shu qizlarning uyg'ur qizlarning beshiga keladigan bisim asosida bir hikoya film ishlash xiyol bo'lib qoldi menda. Shunda birinchi ssenariyni turib yozdim. O'zimni beshini o'tgan ba'zi ko'ngilsizlik, ba'zi bolalar bilan uchrashish, yurish jarayonida ko'ngilsizlik ahvollarini tuzib Hamki do'stlarimniki beshini o'tgan ishlarni yig'ib bir ssenariy yozdim boshda. Bundan keyin buning avatib ba'zi production companylar avatib bir producer men bilan hozir filmda yana bir rejissor ikkimiz emas, shu asli mening produserim. Shu balga qilsam o bal qiziqdi. Bu kim, nereden kelgan odamlar, Uyg'ur degan kim, Uyg'ur qizlar degan kim deb. Shundan bilan ko'rishib, bu filmni ishlaylik deyishgandan keyin nurg'un masalan Fransiyada bunday hikoya film ishlash uchun siz Fransiyaniki davlat film markazi organlar ularga iltimos sunsangiz lozim pulni mablag' bersa uni mablag'i televiziya stansiyasining mablag'i yoki yerlik hukumatlar mablag'lari bilan birdan bunday filmlar ishlanadi chunki bular nima film emas kommersial setilgan filmlar emas faqat san'at uchun ishlatilgan muqaddas tutishgan yerini yana bir nima qilatamsiz yana mikrofonni elvatib bo'ldim endi-chi shunday suzuk shuning bilan masalan ashta film mablag' talab qiladigan organlarga bu filmni sunsak nurg'un qitim sunduq ulardan yana bir musulmon ayolning beshiga kelgan voqelikka buni biz ancha qiziqib ketmaymiz bu yoqdan degan javob keldi. Lekin men o'yladimda musulmon ayol deb bilan bizni bir butun musulmon dunyosiga qapsildirib qo'ydi. Biz Uyg'urlarning o'zimizning hikoyamiz bo'lish kerak, chiqish kerak degan narsalarni undan voz kechmadimda. Ungacha hamda 2016-2017 bizning vatandagi ahvollar nima qilishga boshladi, o'zgarishga boshladi. U yoqdan masalan boshda men bu filmni o'ylagan vaqtimda ashaqqa berib tortaman deb o'ylagan, ammo qarsak u yoqqa berib tortish degan mumkin emas bir ishga aylandi-da. Shuning bilan asta to'xtabdi. Buning hamda bu ayollarga kelayotgan, Uyg'ur qizlarga kelayotgan yana bir bisimni qo'shishimiz kerak bu yoqqa berishni dinlas kashgandan keyin jamiyatning bismi, andan keyin hukumatning bismi, siyosiy bisim ikkisini jug'urib turib qilish endi keldi. Savolingizga javobim uzunroq bo'lib qoldi, ammo ashtaq bir jarayon bo'yicha, besh mundaq emas, hozirgi bu film bir jarayon endi. Okay. Eng başta bu u xeli burul yozgan ssenariy ekanda, shundan keyin yana jarayonda xelijiq o'zgaribdi. Oxiri mush shakl ketdi. Bo'ldi. Unda bo'lsa hozir avval qanchalik tortish jarayoni sizcha qanchinchi yildan boshlab qanchalik vaqt tortinglar shu tortish jarayonini boshlash jarayonini ondan yana birsi kishilarning qiziqadigan yeri ham shuna ko'rinishlar shuna vatandagidek chiqibdi uyning sirtlarning ba'zi ko'rinishlar shuni nar tortqandi deb vatan tortqanmidi sirt tortqanmi deb boshqalarni ajablangan bo'lishi mumkin. Bu filmninki men abay degandek ham siyosiy jihatdan mazmunlar qo'shilgandan keyin siyosiy bisimninki mazmuni qo'shilgandan keyin andan keyin bu oldida bizga va yana bir musulmon ayolninki hikoyasiga deb qiziqmagan film markazi yo televiziya stansiyalarininki qiziqqa boshladi chunki Uyg'ur bir xil qiziq nuqtaga aylanib qolgandan keyin bu siyosiy jihatdan undan keyin bularning mablag'ini biz faqat 2020 shundaq turibmi yana nurg'un qitim shallanib nurg'un qitim qayta yezib bu ssenariyni shu bu film dunyosida nima qatmanlashib ketgan bir dunyo ekan-ku bularninki yo'lga kirmasangiz ayrim o'zimning ideyarim bilan desangiz uning yo'l qo'ymaydi ekan. Shuningga shu film dunyosiningki yo'lga kirib turib, ashning mablag'ini olamiz deb shunchalik necha qitim qayta yezib ketdik bunuchu. Yezib oxiri ham mablag'ni 2020-yili 12-oylar atrofida tasdiqlanib bo'ldi bu filmni ishlasang bo'ldi degan xabar keldi. Uni kelgandan keyin shundan bilan darhol film ishlashgacha u mablag' topquchi bo'lgan orliq shunchalik uzun, ammo film tortilish jarayoni necha yil bo'ldi. Shuning bilan andan keyin biz qayerda qilsak bo'ldi degan
savol keldi-da endi. Buni Fransiyani o'ylashib baqdiq, Turkiyani o'ylashib baqdiq, u yerda yasaymiz deb baqdiq. Bu qisqa filmga berilgan mablag' bo'lgandan keyin uningda cheksiz pul emas endi buchu. Nayt cheklik bo'lgandan keyin cho'qim biz naturalni ilqi asli bor yerni tepishimiz kerak. Shuning bilan O'rta Osiyoni o'ylashdik, chunki u yoqda Uyg'urlar jiq bo'lgandan keyin Uyg'ur madaniyat saqlangan, Uyg'ur ilqchi puraq, ish bo'lmasa puraqni topqil bo'ldi deb. Uning ustiga men o'zimning tadqiqotim bo'yicha O'rta Osiyoga berib kelib jur'at qilib bir necha yillar bo'lgandan keyin aşağı basaq bo'ldi dedi. Ondan keyin u yoqdagi bir necha yerlarni ko'rib, bir yerni tanladik. Qaysi davlat ekanligini demayman, chunki endi o'zinglar bilsizlar, O'rta Osiyo Xitoyga bak yaqin bo'lganligi uchun hozirgacha ularni jiddiy hamda siyosiy jihatdan beshimizga bir ish kelib qoldi deb, masalan, shu qo'rqinchlarni qo'lga olib qo'yib turib, menga yordam nurg'un odamlar bor. Ularni endi javob qo'yg'im yo'q. O'rta Osiyoning ma'lum bir yerida tatdik. Ama qandaqlı Uyg'ur jamiyati bor, u yoqda Uyg'ur mahallalari bor degan taqdirdimi? Yana bizning vatannikiga nurg'un o'xshamaydigan yerlar bor ekan. Chunki u normal ish endi, chunki O'rta Osiyadagilar u yoqqa ko'chib ketgan uzun yillar bo'lgan, o'zlariga madaniyat degan almashib o'zgarib, jug'urlib turgan narsa bo'lgandan keyin ularninki o'zligicha yaratgan madaniyati bor-da, bizniki o'xshash narsalarni yana topqil bo'lmaydi ekan nurg'un jihatlardan. Uning ustiga endi ba'zi u yoqdagi o'xshash qilman deyish uchun jiq kuch ketadi ekan. Ammo rost haqiqatan jafo tortdik. Jafo tortgan taqdirdimi, ammo ba'zi nuqtaliq taraflarni tutib olib turib, masalan, ungacha masalan to'rdan tepilgan yoki bo'lmasa ba'zi shu burun ilingan ba'zi vatanning ko'rinishlarini kirgizimiz degan ideyaga keldik-da. Unda qilish orqali garchi vatanga berib olamagan taqdirdami, uningki yana bir izini filmda saqlab qolishni muhim ko'rdik. Ungacha 2018-yili vatanga berib ashaqda ko'rinishlarni olgan bir kishimiz bor ekan. U odamlar aloqalashsam, u odam qo'ldagi bor materiallarni berdi. Ularni andan keyin filmga kirgizishni nim qildik. Shu orqali u odamning tatgan yeri, jiqroq tatgan yeri g'ulji ekandi. G'ulji bo'lganligi uchun hamda g'uljiga yiqaroq qilib turib, ko'k ranglarni shiltib turib, ashni yasab dekoratsiyani. Andan keyin bir mo'mayning uyiga bordik. O'zbek mo'may, chirinliq chayxonlar bor ekan. U ayol bo'lmish, uyim ishlasanglar bo'ldi. Qanday bo'ysanglar bo'yanglar dedi. Shundan anki uylarni bo'yab, undaq yog'ondan to'riklarni yasab, qanday nimada unda oq bir nim bor, yumshoq plastik. Aştaq narsada mundaq to'riklarni yasab, uni ustini ko'kka bo'yitib, andan keyin eshikning ustidagi madaniyatlik oila, tinch oila degan narsalarni yasab, ham dekoratsiya jihatdan ozroq ishlab, ankin ba'zi ko'rinishlarga nimalarni kirishtirdik qilqindak. 3D'lik nimalarni kiyimlar, mundaq kiyimlarni kiysang bo'lmaydi, hijob taqsang bo'lmaydi degan narsalarni u yerga o'zimiz keyin film ishlanib bo'lgandan keyin andan keyin kirishtirdik. Ashtaq qilib bir necha xil bosqichda hamda vatanning purqini chiqarishga tirishdik. Men shu yerni nima qilgandim, shu kiyim 5 xil kiyim kiysam bo'lmaydi degan narsalarni yasabqa o'xshaydi, to'mirda yasab jaz qilib desam, masalan 3D'lik narsa. Okey. Uni to'mirda yasab ko'chaga qo'yib olaylik desak, biz hamda u yerda u biz filmni olgan davlatning ruxsatini ilib, bu qilmagan bo'lgandan keyin soqchilar hamda xili avar qildi, u yerning soqchilarimichu amaliyotda bu bir Uyg'ur film ishlayotibdi, nima ish qo'yibdi degandekchu. Aqlimizdan judi. Shularni hamda biz bilan birga ishlayotgan odamlarni jafo qo'ymaylik deb, undaq narsalarni qilmay, quruq ko'chini ilib, quruq ko'chining ustiga andan keyin undaq nimalarni keyin ishlab qo'shdik. Shuni so'ramoqchi edim. Boshda Xitoyga shunday yaqin bir jo'grafiyaga berib, ham bundaq sezgir bir filmni tatalashga ko'p jur'at ketishi mumkin. Sizlar bir shu daxl taruzlarga uchradinglarmi? Buning hamda boshda rost gap qilsam, menga mayligu nurg'un odam nima shunaqa qilib aytmayapman-da. Bo'lib hamda fransuzlar, Fransiya gruppasidan bilamiz, fransuz grajdani bo'lganligi uchun bularga ig'ir kun gap kelmaydi. Ammo masalan biz bilan birga ekranga chiqadigan aktyorlar yoki bo'lmasa birga ishlamoqchi bo'lganlar yoki yerlik bizga yordam qilayotgan Uyg'ur akalar, bularga javob kelib qilish mumkin deb o'yladik. Ammo har holda ashlarning hammasi bilan
Bu yıl hech kimni zo'rlab yoki hech kimni yushirib emas, hammalarning ruxsatini ilib o'z maylisi bilan nurg'un kishilarninki yana jur'at kishilarimiz ko'pkan deb o'ylab qoldim. Mush ishni qilmaymiz biz vatan uchun, bizning xalqimizning ko'rayotgan kuni uchun mush ishni qilamiz deydigan kishilarimiz chiqdi. Ish qilib ularga nurg'un minnatdorlik bildiraman. Shular bilan birga qila oldim-da, bo'lmasa uni qilish yana berib film ilish deganlar mumkin emas ishlar. Artist tanlashqa bosqichdan so'rab qolsam bo'lamdi. Nima uchun shu bosh rolga shularni tanladingiz? Qanday bo'lib bularni tanlab qoldingiz? Endi bizning sirtda, diasporada maxsus aktyorlikda tarbiyalangan yoki filmlarda ko'p rollarni olgan odamlar nihoyat oz. Qo'l bilan bir necha sonini sanab olganda bo'ldi. Ba'zilar borkan, keyin bu yoqqa chiqib aktyorlikni o'qiganlar bilan paranglashib baqdim. Andish qildigan siyosiy xarakterli filmlarga qatnashishni xohlamaydiganlar yana ko'p. Ularni to'g'ri tushungil bo'ldi. Oiladagilarni qo'g'dab qilayotganlar borda. Endi shuning uchun endi bu cho'qim qandaqli bir inson bo'lsa, shundaq bir proyektga qatnashishni xohlaydigan bir inson bo'lsa mayli, mush personajlarga sal yaqinroq keladigan deb o'yladik. Ungacha guruhdagilar bilan birga shu internetda bo'libmi Instagramda nurg'un qizlarga xat yozib, ba'zilari bu chaqchaqmi, bu nima deyotgan ishlar bu deb o'ylab qolganlarim bor ekan. Nurg'un kishilarga nurg'un qizlarga xat yozdim-da, yozib mushtaq bir film ishlamoqchidik, qatnashishni xohlamsiz, mundaq deb, paranglashsak deb. Endi ko'pinchilari voyada mening bir qatnashqim bordi, ammo men qo'rqaman deb uning qatnashamayotganman, ammo bek afsuslandim deganlar ko'p bo'ldi. Endi buningga qatnashgan Güzelnur, Dilfuza, Gulchehradam, bular nihoyat botir ayollarimiz ekan deb o'ylasak bo'ldi. Endi bular anglab filmni tushungandan keyin, "Yo'q, biz qatnashamiz, siz bilan birga turib filmni ishlaymiz" deb mardonlik bilan o'tirib chiqdi. Bular garchi hech qaysi film sohasida yoki aktyorlikda o'qib baqmagan bo'lsinmi, ammo bu qandaq deymiz, hammamiz tushunadigan bir hikoyada, hammamizga bakli tunishliq bir hikoya bo'lganlik uchun, andan keyin bu personajlar nihoyat turmushga yaqin bo'lganlik uchun, ham bularning beshidan o'zlarining o'tgan paranglashsangiz bo'lganlik uchun bak qiynalib ketmadi bu personajlarni yaratishda. Bo'libmi Güzelnur hamda san'atkor o'zi Serik o'mikida ashyoda tarbiyalanib, Serik maktabida, andan keyin sirtqa chiqib, o'z dunyoni aylanib o'yin qo'yib yuribdi hozir. Uning ustiga o'zining ishchimi nihoyat kuchlik, ba'zi narsalarga bo'lgan dunyo qarashi, tushunishi bak cho'nqur, andan keyin bo'libmi kasbga bo'lgan bu qizning mas'uliyatchanligi bak yuqori, o'zi qo'ygan talabi bak yuqori bo'lg'achqa, bu rolni bak muvaffaqiyatli oldi ham. Butun Fransiya guruhimizdagilarmi bak bu qizni ta'sirlanib ketdi-da, nihoyat bu filmni ko'tarib berdi bizga deb. Hozir bu filmni qandaq odam ko'rsa, yoki Uyg'urlar ko'rsin, yoki Uyg'ur emas, sirt boshqa nimalardan ko'rsin, hammasi buningda chiqqan rol olganlar nihoyat kuchli bo'libdi. Bular hech qaysi aktyor emas desa, qanday bo'ldi deb. Andan keyin yana birisi buningga biz nihoyat pishiq tayyorlik qildik qaraldi. Bir necha qatim repetitsiya qilib, hamda ba'zi aktyorlar hamda yoshi yerlik kishilarni ishlatdim. Ularninki hamda birozlik aksent Uyg'urcha emas, ruscha ketib qolgan aksentlar. Onunga shu to'xtatdim, bir so'zni qaytlatqizib, shu ko'zga kirilib turib, nihoyat tayyorliklarni qildik. Ham aksent degan unda ishtik o'zgartgili bo'lmaydi-ku, shundaqdimi? Kuchab turib, bal qo'yib tirishchalik ko'rsatib turib, ham ularniki o'zining tirishchanligi bilan shunchalik akaldik. Ana film bitgandan keyin hozir qanchalik festivallar qatnashdi, andan kelganlarning, masalan, g'arb jamiyatining yoki film analizchilarining qandaq bir fikrlari, obzorlari bo'ldi, sizga bakroq ta'sir qilgan? Shu to'g'risida so'z beramiz. Film ishlanib bo'lgandan keyin biz hamda nopozliq dunyodagi festivallarning hammasiga avatdik. Cannes, Venice, Locarno, Rotterdam degandek ham buningda donliq qisqa, bu uzun film emas, hisob yana qisqa filmga
tayyorluq emasmi? O'ttiruq qisqa bir film 55 minut. Nurg'un festivallar avatdiq. Cannes'dan, Locarno'dan, andan keyin Rotterdamdan. Bulardan har qitim bizga sizlar eng oxirgi shortlist bir necha kandidatning kandidatlarning orasiga kirdinglarning filminglar yana bir qitim eng oxirgi qitim maslahatlashib andan keyin javobini beramiz deb nurg'un qitim ashta deb uchur keldi bizga. Endi uchur bu bir necha qitim qaytalandida, ammo oxir kelgan vaqtida yana bu film tanlanmadi bu Nobellik festivallarga. Biz shunga qarab endi bu faqat bizning o'zimizning o'ylig'imiz, buning hech qanday isbotimiz yo'q. Endi buningga Xitoy hukumatining bo'lmasimi, hamda shu bir Xitoy hukumatining qo'rqish bir ishki jihatdan minglarga o'rnab ketgan shunday bir qo'rqish bor o'xshaydi bu dunyoviy film sohasida. Chunki hozirgi Xitoy filmlari yoki shirkatlarninki mablag'lari bilan film dunyosimi bundan mablag'lardan bahramand bo'lyapti emasmi? Nurg'un bundan biznes bor kaynida. Shuningga mushtaq bir qo'rqinish bor bo'lishi mumkin. Buni nazardan saqit qilib bo'lmaydi. Bu bir elementlarning bir. Endi filmim 100% bek yaxshi film deganlik emas, ammo mushtaq qaytilib ketdi-chu, bu har qitim mashina xo'p, yana mashina to'xtab qoldi, yana mashina xo'p qaytilib to'xtab qoldi. Nurg'unlar ham bu filminglar yo uzun emas, yo qisqa emas, o'qabdi, 55 minut bek o'tirdik, o'qabdi deganlarmi bo'ldi. Ammo bu elementni yo'q degili bo'lmaydi. Endi buni bir necha qitim Fransiyadagi donliq film obzorchilariga ko'rsatdik. Endi keyin yana film sohasidagi nurg'un odamlarga ko'rsatdik. Hammasi hayron bo'ldi, bu nima bu film tanlanmadi debchi, bu nihoyatda yaxshi ishlangan ham muhim bir tema ekan. Nima bu film tanlanmadi degan savollar qitim qaytib kelyapti. Shuning qarta bizda ham yomon emas bir film bo'lgan o'xshaydi. Ammo buningda bir biz kontrol qila olmaydigan bir sabablar bo'lishi mumkin bu festivallarda debchi o'yladik. Endi men tushunganim bo'yicha oldi bilan ashtaq Nobellik festivallar avatadigan gapga filmni, undan keyingi bir necha darajasi bo'ldi ekan festivallarning. Undan keyingi darajalik festivallarga hozir avatyapmiz hamdi. Bu film tunji qitim Brusselsdagi bir qisqa film festivalida qo'yildi. U yerda inkaslar shunday yaxshi bo'ldi. Kishilar kelib jilab turib menga bir necha ayolman bundaq hissiyat bo'lman deb o'ylamabdi ekanman beshida. Uyg'urlar to'g'riliq anglagan, ammo jiroqdagi bir narsa deb anglanadi, lekin rasmiy san bir insoniylik nuqtasidan ishlabsizlar bu filmni. Bak yaqin ashtaq bir bilindi deb ashtaq inkaslarni berdi. Hamda qani bundan keyin yana qaysi festivallarga bardi bo'lmaydi, uni bilmaymiz, ammo sinovatimiz. Hamda shu hozir asosligi shu Fransiya Germaniyaningki RT degan televiziya networkda qo'yilyapti, bir oydak turdi. Undan keyin yana bir necha qitim qo'yilib, ularninki nimasi bor ekan, film setib oladigan platformasi bor ekan, ashunga kirgan. Unda bo'lsa filmning mazmunining ichiga bir kirib so'zlashib boqayli. Mening birinchi his qilganim kelgandan keyin nima uchun shuncha ko'p telefon ko'rinishlari film kirib qoldi, filmning sapliqiga yoki subtiga ta'sir ko'rsatmadi deb o'ylagandim. Lekin siz bayatdan shu vatandagi ko'rinishni tatamaganligimiz uchun chaqiriq tatish uchun dedingiz. Sabab shu sababdan. Cevap vereyim mi? Bu film ko'rinishlarininki telefonning ko'rinishlarni qo'shishimizdagi sabab eng muhimi hamda biz buncha ishkilandik u film u telefonning ko'rinishlari filmninki qanday sinematografik nimasini buzib qo'ydi ekan deb jihtalashda chiqildik. Ammo yana oxirida bu filmni biz Uyg'ur diyorida bo'lyapti, vatanda bo'lyapti deb ishlayapmiz. Buningga cho'qim ashyoning elementlarini kirgizishda buningdan boshqa amal yo'qga degan yerga yetdik-da. Yetib andan keyin cho'qim telefon asosli bir umi bir hikoyaning bir nimasi bo'ldi, davomlashishi bo'ldi. Keyin ash telefonning ko'rinishlarini asosda vatanning ko'rinishlarini qo'shish orqali u filmimizni vatanga bog'layapmiz-da. Buni ko'rib bo'lgandan keyin bir necha kishilar men Uyg'urlar bo'libmi bu vatan tanlama filmni Uyg'urlar topsizlar deb dedi. Bu chunki garchi
ko'rinishlar telefonda tortilgan ko'rinishlardek sinematografik rasmiy mundaq cho'ng kamera tortilganlardan jiq farqli bo'lsinmi, ammo hissiy jihatdan menimcha ko'rarmanga nisbatan hammasi bir yerdagi ko'rinishdek kuchib beralayotganchu. Shuning uchun u telefonning nimalar muhim bir yo'linish deb qaradik. Ondan yana birisi mening diqqatim tortqani filmning muzikasi bo'ldi. Yani sizning film bu muzik ishlatish jarayonidagi tanlashlaringiz shu to'g'ri so'zlab qo'yamsiz. Yani jiq muzikami hissiyot beradigan muzikalarni jiq ko'mdiq misal echinchi xiyollarda mo'mili u bu qildigan faqat shu bir xil psixikalik ko'rinishlar baş personajning nimlarning ichidagi shu 2-3 yerda bir xil ashta psixikalik muzikalarni ishlatibsiz. Muzikani qanday kim ishildi yoki qanday bo'ldi, shuni qanday taldingiz? Nima uchun? Muzika masalan Hollywoodning filmlarida bu belki ig'ir bo'yishi qanday muzika sizga qandaq hissiyotda bo'lishingizni belgilab berdi. Nurg'un filmlarda ovozni chin, asta chiqarib, yoki vahimalik bir ovozlarni chiqarib, qo'rqinchning kelayotganligini sizni oldin ola deb berdi, yoki men kelgan vaqtda hissiyotlanishim kerak, men kelgan vaqtda ta'sirlanib yig'ilishim kerak degani muzika sizga aslida bunday qilib psixikangizga singdirib berdi-chu. Mening men bilan birga film ishlagan Bastian degan balniki, bu bizning tutgan yo'limiz hamda u muzika emas, hikoya insonlar shu ko'rarmanlarga ularning hissiyotini o'zlariga qanaqa deymiz? Ko'rarmanlarningki o'zlarininki huquq bo'lishi kerak ko'rib filmni. Mundaq hissiyotda bo'lsam bo'ldi ekan, yoki vahimani mundaq his qilsam bo'ldi ekan, yoki go'zallikni mundaq his qilsam bo'ldi ekan deganni o'zi his qilish kerak. Ularda bir agency bo'lishi kerak. Muzika ichida yonish kerak ularning. U ko'rinish, hikoya, shu berayotgan personajlarning hissiyoti bularga hissiyot berish kerak. Muzika buni qanday diktatorlarcha nima qilib emaslik kerak deb kerakchu deb deb qaraymiz. Men deb qarayman, u qaraydi, qo'shilganligimiz uchun. Filmda unday hissiyotni belgilab beradigan muzika yo'q. U faqat ba'zi tushlarni xiyoliy yerlarni ifodalagan, siz abay degandek ishki psixikasini ifodalagan vaqtlarda bir ishkiyadi bor. Andan keyin oxirida hamda bir naqshi bor. Qag'iniga ham asosan degidek naq maydonda bor muzikalar to'y bo'lgan vaqtidagi Nag'ir Sunoy degandekda. Sirtdan muzika ishlab, simfonik orkestrlarni qo'shib qildik. Bu menimcha bak muhim ham bo'libmi, bu filmingizningki sizningki o'zingizning qanchalik bu filmga hissiyot jihatdan qanchalik ajr singdirganligingiz bilan munosabatli ekanchu, qanchalik kuchganligingiz bilan munosabatli ekan. Muzikani qo'shish hissiy jihatdan kishilarni qo'zg'atish bak oson yo'l tanlagan bo'lib qoldi ekansiz. Shuning uchun uni qaror qildik, bu bizning o'zimizning tanlashimiz, ham estetiklik tanlashimiz. Undan sirt andan keyin bu filmda ishlatilgan bir ishki muzikalarni men shu Fransiyadagi bir necha muzikantlar, andan keyin bizning Erpan Hashar deb bizning bir muzikant bolamiz bor. Ular bilan birlashib turib bir necha muzikalarni ashada tang ijod qildik. Men hamda o'zim rejissyorlik qildim u muzikaning ishlanishiga. Bir nimada yataq uyda o'qiz usloynagan vaqtida ishlatgan muzikaga men muqamda bir 10 udarliq bir tempo bor. Shuni ba'dimda bularga mush 10 udarliqqa muzika ishlab bersizlar deb. Shuning bilan ankin bular hammasi kasbiy muzikantlar, nayti o'ttir sharqning muzikalarini chelib ko'ygan muzikantlar bo'lg'ashqa bular nayti menimcha men yaxshi ishlagan muzikasida. Ammo ular nisbatan bir boshqacha bir tempo bo'ldi. Ammo bir g'alati bir ham ichida uyg'urcha elementlar bor, ham bir xil contemporary elementlar bor, ba'zi qanday elektronlik muzikalarning elementlari bor. Shu bir murakkab bir narsani ifodalash uchun u muzikam yaxshi chiqdi deb qarayman. Andan keyin 9 yillik yog'liqning ostida ishlagan muzika, u bir dangliq bir ashtaq ovozlardan o'zi masalan shamollarning ovozini yoki bo'lmasa dengizlarning ovozini ib turib, ashundan muzika ishlaydigan bir odam bor. Shu odamningki ishlagan muzikasini undan ruxsatini ib turib ishlatdik. Okay.
Ondan yana birisi manga yana bir bergan ta'siri filmda beklam yig'inchoq mujassamlayotganlar bekchiq demoqchi bo'lgan narsalarni masalan uyg'urlar uchrayotgan butkul xo'rliqlarni amal bor hammani ko'rsatib berishga tirishgandek bir xil misal jiqib ketdimi yoki qisqa film nisbatan masalan hatto qizlar endi u hikoya ta'sir ko'rsatdi yana xitoy erlarining xitoyning majburiy to'y qilish bu siyosatlari uslanayotgan ko'rinishlarni kirgizib mush jihatda bu hamda bu qandaq masala desangiz yana birisi bu hamda bu Uyg'urning hikoyasi bo'lgan bilan Fransiyada ishlanayotgan film asosan degidek buni ko'radigan kishilar Uyg'urlar emas, Uyg'urlardan sirtqi dunyoga ko'rinish kerak deb qaradik. Undan sirt hamda bu biz mustaqillik ijodiyat bilan shug'ullanayotganlarninki duch keladigan bir masalasi bu. Siz faqat o'zingiz xohlagan, o'zingizning hissiyotingiz bilanla ishlab Uyg'urcha hissiyotingiz yoki o'zingizning hissiyotingiz bilanla ishlab masalan ijod qilsangiz bu oraliqda bir bo'shliq bor ekan-ku. Masalan sizning kimligingizni tushunadigan, sizning asarlaringizni tushunadigan bu boshqa ko'rarmanlarga nisbatan bir bo'shliq bor ekan. Chunki sizni oldingizda bundaq ishlar davomli bo'lib kelgan emasda, kishilar bunday ijod qilib, o'zini tunishtirib, bu nurg'un jarayon yillar ketadigan bir yo'nalishga. Masalan, ba'zi installiq sculpture qiladigan yoki bo'lmasa ba'zi nimalarni qiladigan dunyoga donliq san'atkorlar bor. Bularning endi buni oldidimi nurg'un boshqa san'atkorlari o'g'lini sep bo'lgan ekanda. Bizga endi asta-asta endi boshlayapmiz emasmi? Uyg'ur san'atkori hisobida ijodiyat qilib. Butunlay abstrakt bo'lib ketay desangiz, bu sizningki ifodalamoqchi bo'lgan narsangizni boshqalar tushuna olishni ataynki. Bu bir masala-ku, endi bu bir yishki tegishli bo'lgan bir tugunda menga nisbatan endi shaxsan. Shuning uchun bu filmda duch kelgan masalam shunga o'xshashchu. Butunlay abstrakt bo'lib yoki ba'zilari cheklamalardan chiqib ketib ishlay deb o'zimni qo'yitib ishlay desam, har bir qadamda masalan bir Fransiya bilan men bilan hamkorlashayotganlarga nisbatan har bir qadamimni bunga tushuntirishim kerak ekanda. Nima uchun buni demoqchi bo'lganligimni men butun Uyg'urlarning tarixini deb turib tushuntirib menishim kerak ekan. Endi bu filmda ashunaq bo'ldi qanday. Bir masalani tushuntirish uchun nurg'un narsalarni oldin ola ko'rarmanlarga bermasak, ular bu filmning ta'sir qilish kuchining azob qilishidan balkim ansirgan bo'lishimiz mumkin. Hozir aytayotganman-da. Ashundan o'zimiz andish qilgan bo'lishimiz mumkin-da. Bularga to'liq uçur bermasak, azroq uçurlarni berib, mana bu o'yitibdi degan uçurlarni bermasak, Uyg'urlarning masalasi ma ekan deganni bermasak, bular bu qizning zodi nima uchun undaq xatarlik ahvolda qolganligini tushunmaydi degandan ansirgan bo'lishimiz mumkin. Bu yana birisi, bu tunji qitim ishlanayotgan film bo'lganligi uchun menga nisbatan ba'zi vaqtda o'zimning maydoni yoki o'zimning ko'z qarashlarimni oxirigacha ching tutib turamaganligimning sababi bo'lishi mumkin-ku. Bakchiq zo'lab uçur berishchu. Bundan keyin balkim asosda bir qitim mangan yo'lgan keyin ikkinchi qitim yana qaytilib mangan vaqtida yaxshiroq, aniqroq bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu yerda nurg'un bir vakuum bo'shliq bor, ya'ni asos jihatdan taglik. Biz shuni o'lni qo'pirib bo'lgandan keyin ondan boshlansini qo'layotganmiz. U bo'lmasa shu bo'shliqqa kesilgandek. Hatto bu qizol nima ishqi bunda to'y qilishga bunda nima uchun bu bir masala bo'lib qoldi, to'y qilishi deganmi bir hech kim tushunmaydi. Masalan, normal fransuz uni hayron qilishi mumkin zotning ishqi deb. 27 yoshga yoshib debchi. Ondan mushu nuqtani qanday mushu tanishishingiz to'g'risida misol so'rasam, ya'ni Uyg'urlar bilan g'aribliklarga, chet elliklarga bu ishkilisga chetilgan film ham
estetiklik nuqtadan qanday bu shu ko'rinmalarning nuqtani qanday topdingiz? Yani G'arb bilan Sharqning o'rtasidagi bu qanday jihatdan tanishganda bu kino muvaffaqiyat oldi ikki tarafga bir san'at asari bo'lib muvaffaqiyatli chiqa oladi. Endi masalan men g'arbliklarga film ishlab bermaydigan bo'lsam nihoyat oson bo'ladi-chu. Ularga işte har xil g'alita, ekzotik, andan keyin folklorik bir xil bir narsalarni beraversam bular qanday yangilik ko'rinib bu nima qilish mumkin. Undaqna elementlar yo'q demayman, bor mening filmimda. Lekin ularning har birisining o'rni bor deb qarayman-da. Lekin mening tushunib turgan yerim bu film Uyg'urlarni tushunishlik ham hissiyot jihatdan salmog'i bor bir film bo'lishi kerak degan tarafdan men tushundim. Chunki Fransiyaliklarga undaq folklorik narsalarni berish. Men 20 yil bo'ldi Fransiyada yashayotgani. U sistemaning qanday bo'lganligini, masalan, do'ppidan birini kiyib, qip-qizil sahna ko'ynigidan birini kiysangiz, bularga nisbatan folklorik bo'lib chiqaverganligingiz, dayni qo'qib so'yinsangiz, bularga nisbatan qizqarliq bir nuqta bo'lganligingiz bu bularni men beshimdan bakchiq o'tkazgan, men tushunmay bularni bakrak. Ammo buni ham Uyg'urlarga nisbatan bir cho'ng Uyg'urlarga ochiq bir film bo'lishi kerak degan tarafdan chaqiriq turdim men deyim. Ikki tarafning estetikasini bir yerga kelish degan vaqtida masalan oxiri boshda shunday bu Uyg'ur filmimi yo fransuz filmimi degan narsalar bakchiq talash tortish bo'ldi. Undan keyin yana birisi film ishlash jarayonida butun hamma dekoratsiya yoki sahnaga nimaga ko'rinishga qo'yilgan olmalar, chinlardan tortib hamma narsa mening tasdiqimdan o'tdi-da. Men unda mendan o'tishinglar kerak demayman, lekin men birdan-bir ashunaqaligi bishi bo'lganligim uchun meni oldimga keldi bir qitimda. Bir bozorni ko'rinishini ko'ryotdik, ko'rib qilsak bir harvuda ishkarvu baki. Ishkarvu o'xshash degideklar. Lekin biz bilan film ishlayotgan bolalarning birisi kelib, "Muqaddas, ma harvu Uyg'urmi, ma harvu Uyg'urmi?" deydi. Ashyadan keyin qalam ichilib ketib qoldi-chu, shunga men dedim-da bu mening Uyg'ur bo'lishim yoki yana birisining bakrak Uyg'ur bo'lishi bu muhim emasga. Bu hamda o'zim qaysini mening bir ijodiyatchi, bir film ishlaguvchi, bir rejissyor bo'lish sifatim bilan qaysi olmaning shu ko'rinishga to'g'ri kelganligini bekitishim bek muhimga deb ashuni tushunib oldim ashadachu. Shuningdan keyin, anandan keyin nurg'un estetiklik tanlashib bo'lgan vaqtida men o'zimninki menga to'g'ri kelgan tarafni tanlab mangdim. Men mush tarafni mush yo'lni yoki mush estetiklik mansam bo'ldi ekan deganni tanlab mangdim. Ashtaq bo'lganda ham Uyg'urga ham fransuzlarga ham yoki g'arbliklarga yoki butun dunyoga ochiq bir narsa bo'lishi mumkin. Men faqat shuni kontrol qila olmayapman deb o'yladim ham deyim. Tamam, yani siz bir ijodiyatchining, ijodkorning, san'atkorning nuqtasidan chiqib qaragan vaqtida, to'g'ri tanlashgan vaqtida uchiqim, g'arbqimi, sharqqimi bo'lgan, ya'ni butkul insoniyatga o'rtaq bir narsa bo'lib chiqdi. Shuning uchun yaxshi tanishilish mumkin ekan. Ana Uyg'urlarning ba'zilaricha bu narsalarga quloq solib vaqtingizmi qandayroq, endi qo'yilgan uzoq qolmagan bo'lsa-mu, lekin qiziqyapmiz Uyg'ur ko'rganlarning imkoniyati. Uyg'urlar hamda ko'rayotgan bo'lishi mumkin ikki kun yoqqa qo'yilgandan keyin. Hamda tunji qitim Fransiyada masalan o'zimizning guruhdagilar filmni ishlaganlar, film sohasidagilarga qo'ygan vaqtida opam batdi ko'rganlarning orasida sizmi batdingiz. Opam oxiri kelgan vaqtida shu rolga chiqqan Gulchehradan ikkisi yugurib kelib quchoqlab shunday yig'lab ketdi-da. Hamda men shundan his qildim, mening opam hamda mendan faxrlanib yig'lagan bo'lishi mumkin. Ammo yana birisi opamning o'zining menga so'zlab berishi bo'yicha u faqat mendan faxrlanib, opam bakilqi talab qattiq bir ayol menga. Lekin bu film ras ta'sir qilibdi-chu, shu oxir kelgan vaqtida, bu oxirgi ko'rinishda javobsiz qolgan telefon ashada quruq havoga boshda qilib qolganligi nurg'un Uyg'urlarning beshiga kelayotgan hammamizningki beshimizdan o'tgan ish bo'lganligi uchun aytib ta'sir qilibdi. Meningcha buni ko'rgan bir necha yillarga nisbatan
ta'sirli yaxshi chiqqan film bo'libdi. Hamda nima Belgiyada qo'ygan vaqtimizda ashad ko'rgan bir cho'ngroq hadimiz bor ekan, u ayol kelib menga bu bir rost voqeani ishlabsiz-a deydi. Men dedim, hada bu rost buni rost voqea desak bo'ldi, ammo birsining beshiga kelgan voqea emas. Bu bir hammamizning bir millat suhbatimizda kelayotgan voqea dedim. Shunday ta'sir qilibdi ham dedim. Mening o'zim anglagaanlarim bo'yicha, anglamaganlarimni bilmayman. Muşnaqta kelganda mush kollektiv bir fojia, ya'ni biz kollektiv uchrayotgan mavjudligimizning bu tahdidi ni estetiklik holatda, ya'ni san'at asarlari bilan mening dunyoga anglatish yoki ko'rsatish degim yo'q. Mushu biz duch kelayotganmiz shu xirisqa sizningcha artistik san'atviy inkas qaytarish qanchalik muhim? Ya'ni bir tarafdan siyosiy yo'l bor, ya'ni %90% kishimiz uni bir siyosiy masala, siyosiy jihatdan harakat qilishimiz kerak deb o'ylaydi. Umi o'tirib turibdisin, lekin nihoyatda kam san'atviy jihatdan kamlik bor. Buning rolini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi men boshdan oxiri bizning beshimiz kelayotgan bu kulfatlarga bo'lgan mening inkasim san'atlik bo'lib kelyotdi. Men faqat shuni qila olar ekanman deb o'yladim. Baribir masalan o'zimizningki mavjudligimizni hozir bir siyosiy-chu. Shuning uchun ham uni yana siyosiylashtirishimninki, yana kuchab siyosiy ma'no berishimning hojati yo'q ekan, ammo san'at jihatdan ma'no bera oladigan mening qo'limdan keldigani shu deb o'yladim. Bu san'at tarafdan buni inkos qilish yoki san'atlik javob qaytarishlar bizning beshimiz kelayotgan kulfatlarni insoniylik darajasiga opirdi ekan-chu. Ham bizni bildigan, bilmaydigan odamlar bunga insoniylik nuqtasidan qarab muomala qila oladigan beshimiz kelayotgan kulfatlarni. Andan keyin birisi bu go'zallik bilan munosabati bo'lganligi uchun bizga ishchaqitib bichorlik nazaridan emas, bizga bir hurmat nazaridan qarta oladiganmiz kishilarni. Shu jihatdan hamda menimcha san'at tarafdan bu beshimiz kelayotgan ishlarga javob qaytarish bek muhim deb qarayman, chunki bu bizningki ham inson ekanligimizni, ham go'zal inson ekanligimizni, ham jafo tortayotgan bo'lsakmi, ilishayotgan bir inson ekanligimizni bizga o'xshash boshqa insonlar bilan o'rtoqlasha oladigan. To'g'ri. Siyosiylashtirish buni bizni bak xoslashtirib ekan, bir guruh kishidan ko'rsatib qo'ydi ekan, xuddi ular aloqasi yo'q bir ishlarda jamiyatda bo'layotgandek ko'rinib qo'ydi ekan, lekin san'at jihatdan biz butun insoniyatga o'rtaq bir masalaga duch kelayotganligimizni, butkul insoniyat xirs ekanligini bu rezillikning aniqlab berar ekanmiz. Ham o'zimizni insoniy nuqtadan siyosiylashmagan bir inson deb ko'rsatib chiqarib turib o'xshash tuyg'uda bo'g'iza oladiganmiz. Bu rostla mumkin. Ondan men savolning muhimini hozir so'ray. Siz ijodiyatkor rejissor bo'lish bilan shu filmda demakchi bo'lganingiz. Ya'ni ikki tarafdan olsak yoki ikkilisini qo'shilmasa, shu bir Uyg'ur ayolning hozirgi vaziyatdagi kechmishi yoki shu taqdiriga munosabatlik siz zodi ichingizdan mushu masalaga nima demoqchi edingiz? Qanday pozitsiyada, masalan, ayollarning nikoh zo'rlanishi yoki majburlanishi, yashiga yetib qolgan ayolning bizning urf-odatimiz bor bu narsa. Ondan Xitoy mustamliki hokimiyatining Uyg'urlarga bo'libmi qiz ayollarga qilayotgan xo'rliqlarga nisbatan sizning meydanınız yoki o'ylaganlaringiz. Mening bu filmdagi bu qatma-qat o'xshamaydigan har tarafdan kelayotgan Uyg'ur ayollarga kelayotgan besimlarni tutishimdagi sabab mening demoqchi bo'lganim shu qatma-qatchilikning Uyg'ur ayollarga qaratilganligini birisi ko'rsatish, ikkinchisi buning qanday bir benormallik ekanligini ko'rsatish. Hatto bir ko'rinishda dadasi va sen chet elga chiqsang bizning kimligimizni sen davomlashtirsan emasmi deydi. Bu gapni hamda cho'qim ashab qo'shdim-chu. Bu qarmoqqa noit pozitiv bir xillik
to'g'ri deb biz shu kasb davomlashtirdi bizning kimligimiz muhim deyapti emasmi? Lekin bir qarab baqsaq bu bichar qizalga hatto oshimi besimganchu. Endi 21 asrda normal yashayotgan 27 yoshlik boshqa Yevropada, Fransiyada, Italiyada yashayotgan qizlarga nisbatan unda qatma-qat bisim yo'qchu. U unda qatma-qat bisim bu bir binormallik. Mening ifodalamoqchi bo'lganim, ash ayollar kiyotgan shuncha jiq yerdan kiyotgan bisim, shuncha jiqilqi, ig'ir yuk, ig'ir qo'rqinish, oxiri chiqmaydigan bir xil. Endi bunda hayoti bunda boshlangan kishilarningki hayoti shundoq tugaydi-chu. Bu bir ig'irlik, yurak, miyaga, psixikaga ta'sir qiladigan narsa emas. Endi qandoq bir binormallikni ichida qolganligimizni ifodalamoqchi bo'lgan asosiy maqsadim. Rahmat. Oxirgi savolni sizning shu film tajribangiz to'g'risida so'zlasam, ya'ni sizning yosh rejissyorlar bor Uyg'urlardan chet elda tortayotgan aytishayotgan. Mush chet elda film ishlash yoki film iltimos qilish, film ishlashga festivallarga qatnashish jarayonida shu filmdan keyin to'plagan tajribalaringiz bo'lsa, bir necha nuqtadan o'rtoqlashsangiz bo'lamdi. Birinchisi hamda qayerdan qandoq qilib mablag' tepishni bilish kerak. Buningga cho'qim bishidanla shu masalan film ideyasi kelib birinchi nuqtadagi ssenariy yozilish ideyasi kelgandan boshlabla menimcha shu film sohasida ishlayotgan professional kasbiy odamlar bilan hamkorlashishdan boshlash kerak ekanchu. Endi film maktabida o'qigan bilan yoki bo'lmasa bak filmga nisbatan bilimining cho'ng bo'lganligi bu odamningki bir qanaqa muvaffaqiyatli bir film rejissyori bo'lganligi bilan ancha ishi yo'q ekan menimcha. Ammo boshdan boshlab to'g'ri yo'llanishni tepish, masalan, to'g'ri kishilar bilan hamkorlashish, bir odam bilan hamkorlik ancha yaxshi chiqmaydi, oxiri yaxshi chiqmaydigandek bilinsa darhol uni tashlab yana bir odamga o'tib, nurg'un shu kasbiy jihatdagi odamlarning, tajribali odamlar bilan o'zini atrofiga ularni uyushtirib, ham bu film degandan bir his qilganim hamda bir hamkorlik, buning eng muhim ilmi hamkorlik ekanchu. Bir odamning ishi bilan bitmaydigan bo'lgandan keyin shu hamkorlikni kuchaytirish, menimcha kichik bir yil bo'lib turib birga ishlashni asosli nuqta qilish endi menga nisbatan men uchun eng muhim bo'lgan bir tajribalar bo'ldi bundan. Endi yana birisi masalan har xil o'xshamaydigan nimalar bor, mush filmga mablag' solgan ashtax yerlardan izlanish hamda ashlarni tepish, qaysi masalan qaysi film nimasiga fond jamiyati yoki bo'lmasa mablag' bergan odamlarga ashlarga iltimos qilsam qanday bo'ldi degan narsalarni bilish, ularga materiallarni qanday to'plab, qanday qilib iltimoslarni qanday yozish, bu narsalar muhimki. Bo'lmasa endi ba'zilarni ko'rdim, ancha-muncha Uyg'ur jamiyatining tashlagan ozroq pul bilan yoki bo'lmasa ozroq jiqqan pul bilan bunday film ishlashi mumkin deb o'ylab qolish mumkin. Ammo bu bir haqiqiy dunyo sahnasiga chiqadigan bir asar yaratish uchun film sohasiningki, film dunyosiningki yo'lini izlab tepish mush eng muhimki. Mushni topganda undan keyin asta-asta undan keyin mablag' topib bo'lgan, ya'ni bir ishlaydigan kishilarni topib bo'lgan bundaq qolgan narsalar o'zaro aqaqini o'linishib keldi. Rahmat. İnkaslarımı tushdi. Ko'p rahmat deb ham sizga ta'sirlandik o'qiganlarni aytadi. Ya'ni ishlaringiz utuq tilabdi. Bizmo aras masalani unutib qolmay, keyingi planingiz nima? Bu endi keyingi filmingiz yoki biz taqozolik bilan kutadigan keyingi planingiz to'g'riliq so'zlab sizdan oxirgi savol. Keyingi planim bir necha narsalarni o'ylab qo'ydim, hamda balkim hozircha mundaq deb aytishimning hojati yo'q, chunki ular faqat qana deymiz ba'zi kallamdagi ba'zi o'ylarmdi. Asosan degidek hamda yana o'zimning
tutgan yo'lim. Endi meni siz muzikantmi, usulchimi, rejissyormi, tadqiqotchimi, nimasiz deb so'raydiganlar borchi. Endi unda qarab baxsam, endi o'zimning shu kasbiy hayotim va shu Fransiyaga kelgandan yoqi tutgan yo'lim faqat nimalar qilmasam, masalan, she'r o'qisammi yoki bo'lmasa masalan o'tganda biz Uyg'ur adabiyotiga oid bir kitob chiqadi, kitob chiqarsam, teatr qilsam yoki bo'lmasa tadqiqot qilsam, hammasi ham Uyg'urlarninki nuqtasini. Boshqa narsani deyamayman men baribir kuchim yetmaydi. O'zimning beshimni o'tganlarim, hamda o'zimning tushunganlarim, o'zimning tadqiqot qilganlarimni yig'ib turib, shu orqali ijodiyat qilishgan-chu. Endi bundan keyingi filmlarim ham yana asosan degandek ash yo'linish burunni tatib tutgan yo'linishim bo'ldi. Bundan keyingi bir necha ssenariylarni o'ylaganlarim hamda ko'proq shu abayqı biz degan elementlarni qanday qilgan azaytib, masalan, tushuntirish elementlaridan biroz abstrakt elementlarga bunday o'tkul bo'ldi shu tarafda izlanyapman. O'zingizim taxmin qo'yib o'tib ifodalay oladigan holatdagi narsalar. Unda olsa taxmin güzel asarlarni kutayotgandekmiz. Endi yana birisi ko'rmanlar biz Aqtay kanalida qo'yiladigan ulanishni shu bizning butkul media, sosyal medyadagi uchurlarimizning tepib olasizlar, lekin muqaddas Turkiyada Aqtay kanal ochilmaydi ekan. Turkiyada ochilmaydi ekan, lekin Shimoliy Yevropadagi ba'zi davlatlarda ochilmaydi ekan. Umumiy Yevropaning qaysi davlatlarida ochildi? Fransiya bilan Germaniyada ochilganligi o'yini, boshqa yerlarda ochilmadi, uni uqmayman. Yana birisi, masalan, VPN ishlatib ko'rayotganlarmi bor ekan. Turkiyada hozircha uni Öğütümler deydigan mening qo'limdan o'kamaydi, ammo VPN ishlatib Fransiyaga Germaniyani tanlab turib shu orqali ko'rayotganlarni bor ekan, shu amalni ishlatib baxsanglar bo'ldi. Bo'ldi. Qani kanal ochilmagan, ulanish ochilmagan do'stlar VPN orqali ko'ring. Boshqa platforma yo'q-ku? Boshqa platforma yo'q. Aşağıda ko'ralaysizlar, shunga VPN ishlatib qo'yinglar. Tamdan sakrashni. Bo'ldi. Bugungi suhbatimiz shunday ko'ngilli bo'ldi. Rahmat qatnashib berganingizga, tajribalarningiz, saboqlarni so'zlab berganingizga rahmat. Keyingi ishlaringizga texnik utuqlik tilaymiz. Keyingi filmingizni kutamiz. Yana bir qatim muborak bo'lsin. Rahmat. 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 Xo'sh, xudo omonat.